250 kilo qo'shganman men. Silosga manaqa qop qilishlarni ham sizlardan o'rganib qildim. Qovun tarvuzlarni chiqaradigan apparatda bu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovordingizmi? Ha, mana bizlar Andijon viloyati Baliqchi tumani, bu yog'i menimcha Namangan. Namangan chegarasidamiz hozir. Daryo, ikki daryoni. Ulug'bek akani bir shogirdinikiga keldik. Shogirdan? Shogird, ha. Shogird. Domla, maktab direktori O'tkurbek degan bola, hozir ko'rishamiz. Kirib bir xo'jaligi bilan tanishib, xatolari bo'lsa xatolari, yutuqlari bo'lsa yutuqlari bilan tanishib, sizlar bilan albatta. Qani. Assalomu alaykum. O'tkurbek, kelaverdik. Kelinglar. Assalomu alaykum. Ulug'bek aka. Mazingiz yaxshimi? Rahmat. Charchama. Ha. O'shandan biri kelmasdim. Qoyil qoldim, omad. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana ratsionni tevasiga keldik. Ha. O'tkurbek shu mana mishalkalargacha olgan mana ratsionni ayniqsa boshida bedam bilan qilib beradilar. Hozir mana silos chiqdi, silos bilan qilyapti. Oldin bozorgacha olib ketdilar, boqalar tashlab aka. Ha. Ertalab sahardan berasiz o'zi yemni. Ha, ertalab berardim. Bugun mol bozorga chiqdik, kech qolib ketdik bozorga. Bu shogirdlaringiz sizdan ham o'tib ketgan. Ha, o'tib ketdi, qoyil qoldi. Mana bo'yinni qarang. Bu 4 oy bo'libdi bunga, 4 oy. Hali O'tkir akani o'zi ham ma'lumotlar beradi bu haqda, qaysi anavlar. O'zi boqdi. Men anchadan beri kelmasdim. Bu qalar bir videomizga chiqqan shekilli, ha? Ha, chiqdi bir. Chiqazilgan videoga. Boyagi sveji degan o'zbekchasi sveji bo'ladi-da. Yangi o'rilgan bidamida adashmasam. Boshida, bu bedali ratsionda boshida boqildi, yana asta sekinlik bilan silos chiqdi, silosga o'tildi. Mana suvi oldida tashkil qilingan. Men oldin kelib turardim bu yerga. Ancha men qarang, katta. Men qaradi bu TVSda kengligini qarang, вообще o'tib ketibdi haqiqatda. Ko'rgan odam Ulug'bek akam bu qilar nima qilyapti bu yerda degan bo'pti-ku. Mana bitta meniki emas, mana semiryapti boshqalarniki. Mana shuni videosi agar imkon bo'lsa ko'rsali, o'ta kichkina mollar edi. Men ham ishonmasdim shunday bo'lib ketganiga hozir. Oxlati yaxshi. Ulug'bek aka mana yerda qalmiq buqalari bor ekan-da. Shoxlari bir qiziq turadi bular. Bu vaqtda bir sizda bo'lmagan hali? Yo'q, bunga o'xshash manamda ham bor. Qalmiq deydi, endi bu ham o'sha Rossiya tomonlarda bor ekanda bu. Qanaqadir gibridlashgan, SSR paytda paydo bo'lgan bular. O'tkir aka, hammasi zo'r, natijalari yaxshi, ideologlarga rahmat, bu yoq deyapsiz. Bu quruq gaplarda aka, konkretlab gaplashaylik. Buqalarni tortib ko'rdingizmi o'zi? Tortganman. Xo'sh, qanday bo'ldi natija? Mana shu buqa 354 kilo olganman. Mana hozir tortdim aka. 600 kilo chiqdi. Mana shu buqa bilan o narigi buqa 600 kilo chiqdi mana buni. YouTube kanalimizda qassoblar ko'pda, endi buni videoda sal men oldida turishim ham mumkin. Misol uchun molimizni bo'yi 1.40 dan oshgan. Semirgan holati. Men o'zim unaqa katta odam emasman. Kunlik natija 1 kilo 700 grammdan haligi topga kelgan mahalda 2 kilogacha qo'shibdi. 2 kilogacha qo'shgan mol. Mana shu mollar mana. Unaqa men o'zim mana meni bo'yim ham 1.70. Molni holatini ko'rib turibsiz. 1.50-55lar bor molda. Ha, molni holati mana. Semizligi boshqasi. Bularchi? Ha, bular ham yaxshi natijasi. Bularniki ham yaxshi. Bular 1.5 bular oyiga 50 kilodan semirgan. Bular oyiga 50 kilodan semirgan. 1 kilo 700 dan qo'shgan bu ikkalasi. Mana mol 2 kilo oshiqdan qo'shgan mana. Tepasini ham ko'rib turibsiz, tekizligini. Bu 2 kilodan oshiq qo'shgan bu. Mana mol 300 kilo bo'lgan. Mana mol 300 kilo bo'lgan. Bu mol ham 2 kilodan ravon qo'shgan. Mana shu 5 tasini 4 oy oldin baylaganman.
4 oylik, mana shu 5 ta 4 oylik bo'ldi. Ha, monomol 200 kilo bo'lgan. 200 kilo bo'lgan. Hozir bu 450 kilo chiqdi. Bu rosa 90 kunda. 250 kilo qo'shgan momo. Bu qo'shgan. Endi monomollar 120 kilodan. Bu mollarni 2 oy bo'ldi olganimga Kalmik Paroda. Mana bular ham hozir tortganim yo'q, endi 40 kunda tortib ko'raman. Sababki Ismoil 40 kunda mol stress bo'lmasin, 40 kunda tortib ko'ringlar degan. Lekin meni mo'ljalimda hozir 300 kiloga qarab ketyapti mollar. Bular uchalasini men 49 millionga olganman. Buni iloji bo'lsa Telegram kanalda shu tortayotgan vaqtingiz bir ularni men tashlab beraman, tortganim bor. Bu mollarni tortib olib kirib baylayotgan holatim ham bor. Uni ham videoga olib qo'yganman. Uni ham sizlarga taqdim qilib buni ko'rsatib beraman. Keyin yana bitta narsani men sizga aytayin, mana shu jamoaga ming rahmat aytaman. O'zbekistonga juda katta narsani foyda qilib olib kirib berdilaring. Mana shu mol o'zini tashlab yuborardi, baylangan holatida. Mana shu stress bo'lgan, o'ta hurkak bo'lgan. Mana shu yemdan ko'rdim. Men yuvosh hech qanaqa nima yo'q. Men ham bir to'polon yo'q. Men ham bir narsaga e'tibor berdim, O'tkir aka. Men kelganimga 1 soatdan oshib qoldi. Oldi bir ovozi chiqmayapti. Yo'q, unaqa holat yo'q. Keyin haligi nima bo'lsa ham, uyat bo'lsa ham aytaman, mollar o'ziga o'zi oshib boradigan holatlar, unaqa holatlar yo'q. Shu hamma narsa ovqatdan ekan. Shu yemishdan oxiriga yaxshi qaralsa, bo'ldi, hech qanaqa nima yo'q. Erkak kishiga ovqatini bersa shu mudrab, semiraveradi-da. Shunaqa ekanda. Mana bu yerda O'tkir aka bir qiziq narsani ko'rdim. Mana bu shiqirlashni eshityapsizmi? Shiqir ovoz. Bu narsa men Germaniyada o'qigandim. Mana bu sistemani qo'yibsiz. Buni qayerdan oldingiz? Chunki O'zbekistonda menimcha ataylab bu sotilmasa kerak. Bu sistemani qo'yishim aka, meni Farg'onada o'qiganman, litseyda, harbiy litseyda o'qiganimda meni yevray o'qituvchim bo'lgan, ingliz tili. Shu ingliz tili o'qituvchimni uyiga borganimizda biz gaz tortishib qo'yganmiz. Gaz tortishib qo'yib, keyin dadasi mol baylab qo'ygan ekan. Keyin men chorvaga o'shanda yoshligimdan qiziqishim bor. Keyin haligi yevray odamga savol berdim. Tog'a, nimaga bunaqa holat dedim. Desam, mol dedi orqaga yurganda bug'adi, oldiga yurganda kengayadi. Biroq 70 ga 60 sm halqa qilasan deb shu yerda menga yozib o'rgatgandi. Men qariyb bir 22 yil bo'ldi. 22 yildan beri shu holatda baylayman molni. Bitta zanjir necha yilga yetadi? Bitta zanjir, mana shu zanjirlarga gideta 10 yil bo'ldi. Yo'q-a? Qo'qonda yasatib kelganman. O'zimizda magazinlarda sotilayotgan ana bu bog'lash sistemasi qanchaga yetadi u boyagi? U zanjirlarni endi bilmadim, lekin bu nechta mol almashdi, hech qanaqa nimasi yo'q. Shu molni yechgandan keyin ozgina atrofini tekkizib, yog'lab ilib qo'yamiz, bo'ldi, shu turaveradi. Faqat boya bir e'tibor berdik. Halqalarimiz sal halqasi kichkina ekan. Uni endi bizni hali kamchiligimiz ekan, u halqasini kattaytiramiz. Halqasini kattartirib qo'ysak yaxshi. Buni keyin molni o'sishiga qarab, tepa tarafida ko'ramiz. Bitta ilib qo'yasiz xolos. Molni bo'yni katta bo'lgan sari buni bitta halqani ko'chirib ozaytirib boraverasiz. Bemalol. Buni endi bu haqida yana savollar tushadigan bo'lsa, izohlarda yozsangiz, keyin Telegram gruppamizda borsiz-a, boya katta gruppada 13 ga yaqinlashib qoldik. Bormi? Shu yerda buni qayerdan topsak, qanday qilsak bo'ladi degan savollar bo'lsa, bemalol beraman. Oldiga surgani uchun kengayib turibdi. Bu orqaga suril. Orqaga surilsa mana torayadi mana. Bu bo'yni kichkinaligi uchun mana maydan 3 ko'z qisqartirib qo'yganman. Chiqib ketganmi? Bunda to'qolmol ham chiqmaydi bunda. Chiqmaydi. Yo'q, chiqmaydi. Shoxli mol bo'ladigan bo'lsa, shoxli mollarga ham rosa o'ngda mana ko'ryapsizmi, u yelkasigacha chiqib turibdi. Orqaga yurgandan keyin umuman Stress bo'lmaydi. Yo'q, xotirjam turadi. Ham keyin bo'yinga qandaydir bir massaj funksiyasi ham bor shekilli, bemalol. Nima? Keyin mana mollarimizda ko'p nuqtalar maytini qisib yoradi. Keyin shoqiga kirib ketadi. Shunaqa holatlarda oldini oladi-da, bunda erkin turadi mol. Mana ko'ryapsiz, erkin intilib turibdi. Bu nima Otayor, mana sistemani, mana turba bor-ku. Turbani ham ahamiyati bor, sababiki
1.70 zanjir bo'lgandan keyin ozgina oshib qolish uchun 20 santimetr pastlatib 1,5 metrga tortiladi turba. Keyin haligi mol urganda mana bo'yni ko'p mollarni haligi nima bo'lib ketadi, terisi ko'chib. Bunda hech qanaqa terisi ko'chmaydi, shoqiga kirib qolmaydi, chiqib ketmaydi. Mana to'qol molni ko'ring, mana umuman shoqi yo'q. Haligi siz aytasiz-ku, pepe shoxsiz tug'ilgan mollar. Ha. Shu mana shoxsiz tug'ilgan mollar mana chiqib ketgan yo'q. Ya'ni o'zini imkoniyatidan kelib chiqib qo'ysa bo'ladi-da, bu suvni ham. Mana suv, ha, oddiyda mana bu taxtani qoqib baylab o'rniga temiriga qatirib qo'yganman. Bo'ldi shu. Texnologiya. Hali xudo xolasa pullaringiz ko'payib ketsa bunaqa o'zi sug'aradigan, o'zi suv beradigan sistemalar qo'yish, maqsad bor xudo xolasa. Endi O'tkir aka, ana endi ko'ryapmiz, men O'zbekistonda juda ko'p joydan o'qiganman, shu latok sistemasini odamlar juda yaxshi ko'rib ishlatishadi. Lekin men tushunmagan joyim shu narsa shartmi o'zi, qo'lda qilsa, oddiy qilsa bo'ladi-ku deb ko'p aytyapmiz. Endi shu sistemani men o'zgartirmoqchiman shu kunda. Mana katta mollarimni sotsam, kichkina mollarimni olib turamanda, shu latokni olib tashab turib, shu yo'lak bilan teng qilib, yo'lak bilan teng qilamanda, keyin o'sha mol yeydigan joyiga kafel bosib qo'ymoqchiman. Kafelni bosib, shu molga qulay bo'lsin deb, molga sal qulayligini yarataman. Keyin cho'mich qo'yaman suviga. Cho'mich qo'yib, o'sha haligi suv ichadigan fayalka. Fayalkalarini qo'ymoqchiman. Shu kunlarda xudo xolasa amalga oshiraman. Yaxshi, ko'z tegmasin aka, barakasini bersin, mollaringiz juda yaxshi. Shu bizni ana aholi zich, bilasiz, Andijon viloyatida Baliqchi tumanida, men tuman markazida yashayman. Bu yer eski markazda. Hokimiyat mana hozir ko'rsataman u tomonlarni ham. Shu narsalar bu yerda bo'lgan. Keyin markaz u tomonga surilib ko'chib ketgan. Biz o'ta zichmiz. Bizni ana joylarimiz ham kichkina. Shuning uchun mana 1 sotiqqa men 20 ta mol joylashtirgan motor. Mana shu molxonam 1 sotiq. 20 ga, nima 13 ga mana 870. 1 sotiqqa joylashtirganman. imkoniyatdan foydalanib. O'tkir aka, anavda aytdingiz, hali bir tomonlama oziqlantirish, bu yoq, uni bir konkretlashtiring. Nima bergansiz oldin? Bundan oldin. Men oldin. Mana meni mono apparatim bo'lganda. Mana mono apparatimda o't bilan mana bizda qovun, tarvuz bo'lardi-da. Mana shu apparat shu qovun, tarvuzlarni chiqaradigan apparatda bu. Buni chiqarib turib biz shu kepak kunjarani qo'shib, unda lapatkada aralashtirib solardik. Biz bir tomonlama oziqlantiramiz ekanda molni. Endi sizlar bilan hamkorlik qilib, sizlarni shu YouTube kanallarda ko'rib, proteinli mahsulot, energiya beruvchi mahsulotlar deganlaringdan keyin men o'zim domlaman, darrov uni tushundimda. Proteinli mahsulot nima berardingiz shu paytda? Proteinli mahsulot biz biz kunjarani proteinni qanchaligini ham bilmaganmiz. Mana Germaniyaga Ismoil olib borib tekshirib ko'rib 20 protein 20 chiqdi, mana paxta shirotini dedi. Bizda paxta shirot kunjarani tipasi. Kunjara o'sha, biz unaqa shirot kunjarani ajratmasdik-da. Shu haligi lekin ko'p miqdorda olib berishni ham bilmaganmiz. Undan keyin mana o'rgandik, mana o'zimizda bo'lmasa dehqonchilik bedamiz ham bordi. Biz bedamizni sotib yuborardik. Biz hozir mana bedani, misol uchun beda somon ozgina qo'shib 300 gramdan bitta molga, 2 kilo 200 gramdan mana 600 kilo mollarga 2 kilo 200 gram ideal ko'rim. Ideal ko'rimda tarkibida hamma narsa bor ekan. Biz oldin chayni soda bunaqa narsalarni berishdi umuman bilmaganmiz. Hozir shuni aralashtiramiz, shunga solib. Eng qulayim otalar, men o'zim o'qituvchiman. Meni oilam ham o'qituvchi. Biz davlat tashkilotida ishlaydigan odamlarmiz. Biz ertalab azonda turib mollarni oziqlantiramiz. Bizga shunaqa qulay bo'ldi bu. Oziqlantiramizda, shuni yemini beramiz. Bir qator taglarini tozalab, ertalabda bolalar maktab bog'chaga, o'zim yosh oilaman. Bolalar maktab bog'chaga ketadi, men maktab direktoriman. Maktabga chiqib ketaman, bolalarim ijtimoiy inson ijtimoiy xizmatlarida ishlaydi. Uyga ketadi. Er xotin ham shu bog'cha, maktab tugashiga kelamiz. Soat 5 da bo'shaymiz biz.
5gacha bizda molga qaragani sharoit yo'q. Ideal agrar jamoasi bilan bu anaqani biz juda katta yechimini topdik-da. Ertalab qaraymiz, 5%, 10% oshib qoladi, tursa oxirida nimadir bor. Mol oziqlanadi, suvi yonida. Mana ko'rdilaring. Suvidan ichadi, yotadi. Mana baylanish sistemasi mahkam, chiqib ketmaydi. Shu biz soat 5 da kelganimizda mollarimiz yotgan bo'ladi-da, turmagan bo'ladi. Keyin biz 6:30da yem beramiz. 6:30da. 6:30da men majburlab turg'izib yem beraman. Mana bugun o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Men bozorga chiqib ketdim, bozordan meni topib keldingiz. Men kechroq bo'lsa ham berdik, lekin mollar yotibdi-da. Yotib xotirjamda. Umuman nima haligi bir ovqat talab bo'lib, unaqa haligi odamni kutib turgan yo'q-da. Odamni kutmayapti-da hayvon. Kirib turib solib qo'yapman, yeb yotadi. Mana ko'ringlar degin, bu hurmatli kuzatuvchilar, mana salafan olishda adashmasak yaxshi bo'ladi. Mana qarang, yorilib ketadi. Bu issiq sovuqda yorilib ketadi. Rangli salafan yorilib ketadi. Shuning uchun doim oq salafan osali. Chunki uni ichiga hech nima qo'shilmagan bo'ladi. Kimический ano bo'lmas ekan. Menga bitta mutaxassis aytdi. Oq deganingiz endi tiniq Ha, salafan. tiniq, ya'ni mana rangsiz salafan olsak, o'sha haqiqiy o'zi chiqar ekan. Bunga segment qo'shgandan keyin buni ximический anosi buzilar ekan mana. Bu ham qalin aslida, zo'rga o'xshaydi-yu, lekin issiq sovuqda yorilib ketadi. Hozir ko'rdingizki, bunday bo'lib yorilib ketadi. Shuning uchun imkon bo'lsa oq salafan bu sizlarga foydali bo'ladi. Oq salafan qilsalar yaxshi bo'ladi. Buni tevasiga bunaqa yopib qo'yilaveradi. Endi mana O'tkirboy o'zi yo'q, endi aybini o'zi yo'qligida aytamiz. Tevasini bosmagan, mana hurmatli kuzatuvchilar ko'ringlar. Mana shuncha joyda bu yog'i bosilgan, bu yog'i hech yo'q, oyoqda bosish kerak edi. Endi havo kirmagan. Lekin mana edi. Bu yer qizib ketgan. Qizib yotibdi. Mana shuncha joy qizigan. Mana shunaqa kamchilik bor. Bunga sababim aka, mana bu telefonni hozir aytib o'tdik, O'tkir aka o'zi bilan ham gaplashdik. O'tkir akani bir know-how'si bor. Bu yerda bir aytib o'taylik Ulug'bek aka. Ha, mana uni. Mana buni Mana shundan men ham havas qildim, ammo zo'r bo'lgan bu. 40 kilogram, 2 metrdan sal ziyodroq qilingan. Xo'sh. Mana shunaqa qoplar yasalgan. Ichida Shu Germaniyada Sanjarbek ko'rsatgan. Buni tepaga chiqarib qo'yamiz keyin. Endi o'sha narsani Ulug'bek aka mana bu joyga hozir bu yerda ko'rdik, buqalar soni uncha ko'p emas. Mana bu yerga chegarasiga umuman jips qilib turadigan qilib taxlab 2-3 tasini qo'yib qo'yish kerak edi. Bu yerga men bitta ko'rsata. Yaxshi bo'ladi. Ko'tara olsam kerak. Ko'tara olasizmi? Endi selofan tagidan qilinish kerak endi. Aslida. Mana hurmatli kuzatuvchilar ko'ringlar. Mana. Shu mashinadan havo kirmash kerak. Mana shuni aylantirib, mana buni hozir endi ko'rsak bo'ladi Ulug'bek aka. Kapasitesini ochmoqchi bo'lsak, uje mana bu tagida umuman havo kirmaydi. Kirmaydi. Mana shunday 2-3 tasini taxlab, chegara har doim aytib o'tamiz. Chegarada doim og'ir massalik narsa turib, selofan ko'tarilib ketmasi kerak. Endi hozir bu yerda bo'layotgan narsa Ulug'bek aka. Mana bu joyini aytamiz. O'tkir aka buni ishlatyapti, olyapti, lekin havo ichkariga O'tkir akadan tezroq kirib boryapti-da, keyin mana bunaqa ponglash jarayoni ana bo'lyapti. Davom etib ketaveryapti. U narsani to'xtatishimiz kerak. Keyin bir bunga qarshi yana bir qarshi ishlash usulimiz bor edi, kalium sarbat. Kalium sarbat. Kalium sarbat bo'lganda ham bunchalik. Tepasiga bir 30 sm, 40 sm joyga, ustiga qatlamga 1 tonnasiga 400 grammdan qo'shib aralashtirib, suvini aralashtirib, bir joyda mana bu yer yaxshimi? Bir joyda bir tushuntirib o'tishimiz kerak edi Ulug'bek aka. Hozir men yaqinda bir joyda eshitib qoldim. 1 tonnaga 400 gram aralashtirib solish kerak degan narsamizni bir kishi 1 tonna suvga 400 gram kalium sarbat solibdi-da, keyin ustiga sevib chiqibdi. U narsa emas. 1 tonna mahsulotimizga
silosimizga 400 gram kalium sorbat kerak bo'ladi. U degani, masalan, siz uni 2 litrga aralashtirasizmi, 5 litrgami, lekin 1 tonna suvga aralashtirilmaydi u narsa. Shunaqa. Nima deydi? Suyuqlik holatiga keltiriladi-da. Endi Ulug'bek aka, u odam boshqalarning aybini ko'rish juda o'zimizga yoqadigan narsa-da, nafsimizga yoqadi. Buni endi qaytarmaslik uchun nimalar qilamiz? Shu narsani ham bir hozir gaplashdik, shuni bir tushuntirib o'tsangiz. Hozir mana shu holatdimi? Bu holatda endi bu yerda juda zo'r bo'lgan tevalarga bosish, lekin mog'or bosganini baribir mana ko'rib turibmiz, bosish kerak. Mana bu yergacha texnika bosgan, keyin yana to'kib turib, shuna o'rab qo'yilganda buni. Baribir havo kirganda bunga. Shu yerga mashina depsadixon qilish kerak-da. Mana Telegram kanalga kirsalar, men hatto o'zimni mashinamda bosdim. O'zimni bitta katta mashinaga aytsangiz ham buni bundoq qilmasdan mana shu devorga qadash kerak edi. Qadasa mana bitta keyin mashinada bir ikki iltimos qilinsa, shuni depsab beradi. Любой bitta katta mashina, o'sha slosab kelgan mashina ham depsab beraveradi. Demak, shunchalik depsab degani endi bu yoq Namangancha bo'lib ketdi. Bosib beradi degan. Bosib beradi. Sheva bizda boshqacha. Bosib beradi. U degani bunchalik baland burchak ostida bosilmaydi-da. O'rtasi pastroq qilinib, mashina bemalol ustida yuradigan darajada qilinib, bu tarafiga hozir endi O'tkir aka devor qilmoqchi. 1,5 metrmi qilib. Yo'q, ana devor bo'ladi. U tarafga devor. Bemalol keyin. Germaniyada ko'ryapmiz-ku, kechagina Sanjarbek bir shunaqa chiroyli joyda ilga. 1 gram aynigani yo'q. Iloji bo'lsa mana mashina ham yo saqqichda yo tekislab mana mashinalardan havo kirmaydigan qilib qilish kerak, agar mana shu devor qo'yadigan bo'lsa. Undan keyin yana salapan tashlash kerak. Mana silosga manaqa qop qilishlarni ham sizlardan o'rganib qildim. Endi men buni o'zim kashf qildim haligi. Quyosh o'tkazmaydigan material. Quyosh o'tkazmaydigan materialni tiktirganman. Buni ichiga shebin solganman. Necha kilo? Bu 40 kilo. Mana bu 4 qavat bu. 2 qavaticha tiktirgizganman-da buni. 4 qavat bo'lgan. Bu xudo xolasa nasib bo'lsa bu 3-4 yil, 5-6 yil xizmat qiladi bu. Chunki quyosh o'tkazmaydi-da. Oldin joyim tor-u. Nima qilishim kerak degan o'y fikr yurardi. Sizlarda video ko'rdim-da, sizlarda haligi ikki tomonidan qo'lda ushlab turib, bunday qilib surib qo'ygan joylaring bor videoda. Sirazi o'zimga oldimda nima qilishim kerak? Mana quyosh o'tkazmaydigan materialdan tikishim kerak, ichiga shebin solishim kerak degan fikr uyg'ondi. Buni qildim. Mana yaxshi, chunki uyim tor bo'lganligi uchun buni turpoq bosib, loy bosib, keyin loyini olib qayergadir tashlashim kerak. Menda unaqa keng sharoit yo'q. Bu yerda rostdan ham deyarli hamma joy betonlashtirilgan, bir ortiqcha tuproq ham olish imkoniyati yo'q. Bu silos haqida gaplashib o'tdik. Boyagi aytib o'tganimizdek tepa qismida sal xatolik bor. Keyingi yillarda bu narsa to'g'rilanadi. To'g'rilaymiz. Qo'yiladi. Hozir Ismoilga ham ko'rsatdik. Nima qilib bu narsani hozir saqlab qolish imkoniyatini ham aytib o'tildi. Shu tepa qismini boshqa joyga ko'chirib yoki sotib yuborish orqali pastdagi endi yomon mahsulot sotilmaydi shu holatda ham, chunki hozir mana bu tarafida ponglash, isish bo'lganini bilan tepa qismida, lekin ichkarida hali havo kirmaganligi sababli yaxshi mahsulotimiz yaxshi, o'shani saqlab qolish uchun buni tepa qismi pasaytirilib yana boshqatdan kalium sorbat ustiga sepilib bosib qo'yiladi. Shu bilan keyingi yilda bunaqa baland holatda emas, mashina o'sha bosa oladigan darajaga ko'tarilib bosiladi, bo'ldi, keyin yopib qo'yiladi. Mana bu sistemalaringiz ajoyib. Hamma joyi selofan bilan o'ralgan, pastdan chiqqan mana. Pastdan mana o'tkazib yuborganman mana. Sizga ko'rinadi mana tomon mana. Bunday qilaylik. Buni pastdan hozir biru bayda chuqurligimiz. 180 chuqurlik. Bunday yama pastlab ketgan. 180 chuqurlikda. Lekin mana devoriga salafan, albatta Ismoil aytgan salafan qo'yinglar degan. Salafan qo'yganman. Ikkala tomonidan shu mana 70 santimetrdan o'tkazib qo'yganman. Kanalizatsiyasi ham bor. Buni kanalizatsiyasi o'sha pastga kolodus ko'mib turib, o'rtadan teshik qo'yib qo'yganman. Bundagi zaharli suvlar tushib ketadi uni pastiga. Yomg'ir tushmaydi. Endi mashina ozgina xatolik bo'libdi, mana ochib ko'rdik, mayda jichcha nima. Sababi endi molimiz ham oz, hozir 10 bosh mol bor xolos. Shunga biz tez surila olmadik-da. Bu narsani she'rlarimizni to'g'rilaymiz, xato kamchiliklarimizni.
Xudo xolasa yana. Endi sekin sotishni ham yo'lga qo'yish kerak. Chorvador uchun men sizni to'g'ri tushunib turibman, O'tkir aka. Bu eng arzon ratsionimizni narxini, tan narxini arzonlashtirib beradigan mahsulot. Iloji boricha bu narsani birovga bermaslikka harakat qiladi Chorvador. Ha. Lekin shunday bo'lsa ham hozir iloji boricha mana shu narsani ozroqdan bo'lsa ham sotishni harakatini qiling deyapmiz. Chunki o'sha Ismoil aytgandayin haftasiga ma'lum bir miqdorda oldinga Surilib borish kerak. bo'lmasa qizish baribir bo'ladi. Bu narsa batareyani yo'qotishimiz uchun shu ishni qilishga majburmiz. Lekin silosingiz taglari zo'r, ajoyib. Donli silos, qayrilmagan, qattiq turibdi. Ha. Yirik donlari bor bizlarda bo'ladigan narsa, lekin bu yeri muzda yaxshi turibdi. Hidlari ham ajoyib. Aka qanchadan olgansiz buni? Buni 400 so'mdan olganman. Shu mana o'zim juda quvonib o'qiganman bu nima qilib, haligi molxonani ham. Manaqa eshiklarni qilib, eshiklarni. Bu eshiklarni yopib qo'yib, tepasiga ventilyatsiyalarni qo'yib, lekin men bu narsani sizlardan eshitib qo'ymadim. Meni bu o'zimni haligi ichimdagi, hali ongimdagi o'zimni bilimlarim bilan qo'yganman bu ventilyatsiyani. Bu narsani men hozir Sanjarga ko'rsatdim bu videoda. Bu ichkaridagi bu havoni muhitni yaxshilaydi bu. Mana hozir bu tomonga o'tib tursangiz men yurgizib ko'rsatib beraman. Bu molxonani ichidagi nimani oladi-da. Bu molxonani ichidagi gazni bu tashqariga oladi. Mana hozir mana ishlayapti, hozir narigi tomoni ochiladi. Havoni ko'rib tashqari chiqaradi. Ha, bu minutiga 4000 kub havoni tashqariga oladi. U tomondan havoni, toza havoni olib, bu yerda gaz bilan qo'shib olib chiqib ketadi. Og'alar, bizlar hozir imkoniyatimiz darajasida vaqtimiz yetkincha bir video qilishga harakat qildik. Bu akamiz ancha yillardan beri mol boqadi. Har xil ratsionlarni ishlatib kelgan. Hozir aytayotgan gaplarini bir reklama deb qabul qilmangiz, iltimos. Chunki bu narsa o'sha tajribasidan kelib chiqib, mana shu xulosani sizga yetkazib beryapti. Undan keyin mana bu tashqarida ko'rsatganimiz ayrim kamchiliklar, xatolarni bu kishi mard bo'lib mana shu narsani ko'rsatib berganiga bizlar xursandmiz. Chunki qachonki biz yutuqlarni emas, xatolarni ko'rsak, sal o'samiz. O'shanda iloji boricha imkoniyat darajasida iltimos sizlardan izohlarda, boshqa joylarda negativ fikrlardan sal uzoqroq yuring. Chunki xato bor joyda uni ko'rsatib bergan odam ertaga bu narsani takrorlamasligini qiladi. Xatosini tan olmaydigan insongina o'sishdan to'xtagan hisoblanadi. Rahmat, salomat bo'ling.